Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men sizlarga har bitta do'stingizni Uzumbank ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazganingiz uchun 40 ming so'mdan bonus olishni o'rgataman. Mana hozir dekabr oyi uchun ishlagan pulimiz kartamizga tushdi. Mana Telegramda ham ko'rsatishim mumkin. Jami 566 ming so'm topganman. Olingan bonuslar 294 ming bo'ldi. Yana to'lanadigan summa 272 ming so'm. Buning uchun do'stlar ilovadan ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ilovadan ro'yxatdan o'tish uchun mana shu QR kodni skanerlaysiz yoki kommentariyada turgan havola orqali o'tib ustunovka qilib olamiz. Ilova ochilgandan keyin nomerimizni yozamiz bu yerga. Nomerimizni yozib kirgizamiz. SMS jo'natiladi. Va bu yerdan keyingisiga o'tishni bosamiz va tasdiqlashni bosamiz. Tasdiqlash parol kirgizing deydi. Bu yerda ismingiz va yilingizni yozsangiz to'g'riroq kirishingiz osonroq bo'ladi. Davom etishda bosib olamiz. Pin kodni kiritamiz. O'zingizga eng oson, esingizdan chiqib qolmaydigan 2 marta takrorlab olamiz pin kodni. Va barmoq izidan foydalanilaylikmi deyapti. Yo'q, foydalanmang deb bosib qo'ysangiz osonroq. Uzum karta bor, pul bor. Bu reklamalar chiqadi bitta ikkita. Rozimanni bosasiz va shaxsingizni tasdiqlang deyapti. Bu yerda men O'zbekiston rezidentimanni bosib, sizga pasportingiz kerak bo'ladi. Bu yerda pasportingiz bilan ilovadan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. SMS kelib kirib olamiz. Keyin mana bu yerda Uzumbankka kirish uchun mana pasport ma'lumotlaringizni so'raydi. Bu yerga pasport ma'lumotlaringizni kirgizib olasiz. Bu yerga seriyasini va bu yerga tug'ilgan kuningiz birinchi, ikkinchi oyingiz va yilingiz pasportingizda yozib qo'ygan bo'lsa, qanday ketma-ketlikda xuddi o'shanday. O'sha yerda ikkita harf va qolgani 7 ta son bo'lar ekan, o'shani yozasiz. Bu yerda davom etishni bosganingizda pasport egasi mana shu ma'lumotlar kiritilgan pasportning egasini rasmga tushishini so'raydi. Hammasini kiritib bo'lganingizdan so'ng xabarnomalarni yoqishni bosib qo'yasiz va ruxsat berishni bosib qo'yasiz. Va so'rovga ishlov berilmoqdamiz deyapti. Bu yerda biroz kutamiz. Kutmasak ham bo'laveradi. Mana bu yerda X ni bosib chiqib ketamiz. Va himoyani yoqish deyapti. Yo'q, hozircha shart emas bizga. Registratsiyadan o'tib bo'lganingizdan so'ng mana bu yerdagi do'stni taklif qilish, shaxsiy havolani olish va Telegramda qo'shilasiz va mening havolam degan joyini bosib, mana shu havolani do'stlaringizga ulashib, do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak bo'ladi.